Şeylerimizi davamlaştırmayız, hürmetlik vatandaş bugünkü islaha. 2021 yılı 8. ayının 6. günü haftaki cuma. Endiki mavzumunda Cungo qattiq sözlüdü. Amerika mening gepimni angla dedi. Mavzulu haber 8. ayının 5. günü Vanvetor betida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlanadi. Kirish Juqumliq virus manbini tekshirishni davr qilgan oldi Jungo Kompartiyasi yana bir qatam tashviqot hujumi qo'zg'adi. Beijing vaqti 8. ayının 3. günü kechda Jungo axborot organi Xinhuashi uzun bir parcha maqola e'lon qilib, Amerika ittifoqdoshlar sistemasining 7 xil jinoyati deb mavzu qo'ydi. Bu maqola tunji qatam Prezident Joe Bidenning hukumatini va Amerikaning ittifoqdoshlarini qattiq so'z iboralarini ishlatib, qattiq ayblab, bir tarafdan taraqqiy qilgan davlatlarning 3. dünya ellerini bulab talavatqanlığını ve bu ellerge besim işiltivatqanlığını tanqid qilsa, yana bir tarafdan taraqqiy qilgan davlatlarning ichki qismidagi kurash vaziyatlarini aytib tashladi. Xinhuashi Ping mundaq dedi. Bu bir adamın yazgıcının ismi. 8. ayının 3. günü kechda Xinhuashi tuyuqsiz maqola e'lon qilib, Amerika va ittifoqdosh davlatlarning 7 turlik jinoyatini tizib chiqdi. Ping bu maqolani 5 qatim o'qib, maqolaning qattiq so'z iboralarini ishlatganligini navbatdagi xalqaro vaziyat bilan birlashtirib, bu maqolaning ahmiyetining zo'r ekanligini ko'rsatdi. Shunga biz bu maqola ustida to'xtalib o'tamiz dedi xabar yozuvchi. Bu Ping degan kim odam o to'g'rida tushuncha berilmagan juma. Ping debdi bir odamning ismi ekan. Nimishki bu maqolaning ahmiyati zo'r bo'ladi? Amaliyat shuki, 2020-yil 11 oyda Xinhuashi mushuning o'xshaydigan bir parcha maqola e'lon qilgan edi. Bu maqolaga Amerikaning butun yer shariga tahdid solgan 7 cho'ng jinoyati deb mavzu qo'yilgan edi. Asosliq mazmunlari tuvandagilarni o'z ichiga oladi. Boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashish, zo'magarlik mohiyatini oshkorlash, Amerikaning Osiyo, Afrika, Latin Amerikasida millatjo'yini yo'lga qo'yib, bu yerda millatjo'yi deganning tarjimasini topolmay qoldim, qo'limda lug'at yo'q. Ehtimol bu Amerika tarixidagi bekinmachilikka barobar yoki bekinmachilik yaqinroq turadigan bir siyosat, bu bir prezidentning siyosati edi. Qo'limda lug'at yo'q, tarjima qilolmadim, kechiringlar vatandoshlar. Millatjo'yi siyosatini yo'lga qo'yib, ichki jihatda og'dirishni planlash, hukumatlarni ichki jihatda og'dirishni planlash, embargo kaltigini planlatib, butun dunyo iqtisodini tartibini qalayma-qallashtirish, yana Amerikaning qo'lini uzoqlarga uzatib, boshqarish huquqini ishlatib, boshqa davlatlar va shirkatlarni qonunsiz holda bir tarafli embargo qilish, harbiy tayyorliklar musobaqasiga masto'g'roq bo'lib, dunyo tinchligini vulg'a hujum qilish. Bu Amerikaning kapital manfaatlari uchun dushman yasab chiqishi va yer shari muqimligini va tinchlikni buzg'unchilik qilishini ko'rsatdi. Davomini anglaysiz vatandoshlar. Deydi Xinhuashi.